Assalomu alaykum. Masjid Shuhrat kanalining kuzatuvchilari, mana biz hozir Oltiariq tumani Eskarab Juma bozoridamiz. Darozalarimizni sizlarga obzor ko'rsatib o'tamiz. Darozamizni 1 kvadrat metrini 900 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Bu darozamizni eniga keladigan bo'lsak, eni 3,5, balandligi 3,40. Bu holatda tayyor bo'ldi. Mana bu qalin bitlari gullisdan qo'yib berganmiz. Zamoklari zubr zamoklar. Profillar 6x4 1.7 qalinlikda, listlari 2 listda bo'lgan. Kraskalari mokriy asfalt GK kraskadan chachilgan. Mana yana navbatdagi darozamiz. Bu darozamiz ham 2 arkali daroza, xuddi shunga o'xshash. Hozir ko'rsatganimizda darozada listlari buniki ham 2 lik bo'lgan. Profillari 6x4 1,5 stena. Tepalari lazerda havoylar turgani o'yilgan. Kraskasi mokriy buni ham. Razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri 330 ga 3,5 balandligi. Mana bu navbatdagi darozamiz. Bu darozamizni gaplashamiz. Sharmarka darozamiz. Listlari 1.3lik, profillari 6x4 1,5 qalinlik. 330 ga eni, balandligi 3,5. Kvadratni 700 ming so'mdan tayyorlab beramiz buniki. Mana bir navbatdagi darozamiz. Bu darozamizni ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham 2 qavatli daroza. Mana bu joylari 1.3lik. Profillar 6x4 1,5 qalinlikda. Sharmarka daroza. Kvadrati 800 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Bu darozamizni eni 330 ga, balandligi 3,5. Kvadrati 800 ming so'mdan. Mana navbatdagi darozamiz. Hikmatli kanalimiz a'zolari, mana ko'rishlaringiz mumkin sizlar uchun. Bosma darozamiz, shtampovka daroza. Bu darozamiz kvadrati metr 600 ming so'mdan. Listlari 1.3lik, profillari 6x4 1,5 qalinlikda bo'ladi. Kraskalari mokriy asfalt GK 2 kraskadan. Bo'yiga 3,5, eniga 330. Yana bir navbatdagi darozamiz.